Yaponiyaning Tokio shahrida Fumiko Hitano oilasi yashardi. U oilada bir qiz, bir o'g'il va ota-ona yashardi. Lekin afsuski u oilada hamma bir-biriga begonada yashardi. Adasi ishdan kelsa, televizordan bo'shamasdi. Bolalar esa telefon va kompyuterdan bo'shamasdi. Oyisi esa faqat telefonda gaplashardi. Bir kun uy bekasiga adasi qishloqdan baliq va sabzavotlar yuboradi va oyisi u paketni ochganda qo'rqib ketadi. U hattoki baliqni kesa olmaydi. Ular shunaqangi darajada shahar hayotiga o'rgangan ediki, u baliq ularga juda ham g'alati tuyuldi. Buni ko'rgan uning qizi esa, "Oyi, qo'ying, shuni kesmang. Undan ko'ra axlatga tashlab yuboring" dedi. Chunki u oilada hamma tayyor ovqat yeb o'rgangan edi. Lekin afsuski, ertasi kuni ertalab u oilada juda ham g'alati narsalar ro'y bera boshlaydi. Adasi ishiga kech qoladi va ishiga kech qolishining sababi esa budilnik ishlamaydi. U boshqa xonaga chiqib soatlarga qaraganda, soatlar ham to'xtab qolgandi. Va bolalar telefonni olganda, telefon ham ishlamayotgandi. Uyda hech qanaqa chiroq yo'q edi va hech nima ishlamasdi. Bu narsa oilaga juda ham g'alati ko'rinadi va hamma ishga o'qishga kech qolganmiz podyezdga chiqqanda, podyezdda bir talay qo'shnilarni lift yonida turganini ko'rishadi va lift ham ishlamayotganini ko'rishadi. Ular tezda liftdan emas, zinadan tushib, pastga qarab yurganida, afsuski ko'chada hech qanaqa transport ishlamayotgandi. Adasi har doimgidek metroga kirganida, metro ham to'xtab qolgandi. Bu narsa juda ham g'alati tuyuladi. Shaharda hech qanaqa avtobus, hech qanaqa taksi, metro, svet, hech nima yo'q edi. Va ular ishga o'qishga borganida, o'qishda ham, ishda ham xuddi shunaqa ahvol bo'ladi va o'qishdan ishdan ularga javob berib borishadi. Ular uyga kelgandan keyin ularning onasi, "Men magazinga kirib chiqdim, lekin magazinda juda ham bir ahvol. Hamma ertaga nonsiz, suvsiz qolib ketmaylik" deb zapas qilishyapti. Menimcha biza mana oyimni adam uyiga, qishloqqa ketishimiz kerak deb o'ylaydi. Lekin bu narsaga bolalar ham, uni eri ham qarshi bo'ladi. Biz qishloqda yasholmaymiz deydi. Oradan esa bir sutka o'tadi, 2 sutka o'tadi va shaharda hech narsa o'zgarmaydi. Shundan so'ng oila qishloqqa ketishga qaror qilishadi. Ular ikkita velosipedni o'ziga olishadi qishloqqa ketish uchun va eng kerakli yeguliklar, suvlar olishadi va qishloqqa qarab yo'l olishadi. Bu yo'l ular uchun juda ham qiyin bo'ladi. Agar siz fantastika, drama janrini yoqtirsangiz, bu film aynan siz uchun. Juda ham hayotiy film. Aytgancha eng sara dramalar uchun meni YouTube va Instagram kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.